tualetga ham telefon bilan kiradiganlar. O'tirganda, turganda, yotganda doim telefondan boshini ko'tarmaydiganlar. Hatto choy ichayotganda ham telefon bilan choy ichadiganlar. Yotganda ham yostig'ini ostiga telefonni qo'yib yotadiganlar. Hatto bolasiga qaramasdan telefonga qaraydiganlar. Bolasiga vaqt ajratmasdan telefondan bosh ko'tarmayotganlar. Bolasini yuziga qaramasdan telefonga qarab o'tirganlar. Hatto bolasi bir narsa so'raganda telefondan bosh ko'tarmasdan javob berayotganlar. Hatto bolasiga mehr bermasdan telefonga mehr berayotganlar. Tayyor turinglar. Ertaga xorlikka tayyor turinglar. Ertaga sizlar ham bolanglarning so'ziga, bolanglarning mehriga zor bo'lasizlar. Xuddi shunday bolanglar ham sizlarga qaramaydi, telefondan bosh ko'tarmaydi. Sizlarning yuzinglarga qaramaydi, bolangiz ham telefonga qarab o'tiradi. Siz bir narsani so'rasangiz, bolangiz ham telefondan bosh ko'tarmasdan sizga javob qiladigan bo'ladi. Hozir siz nima qilayotgan bo'lsangiz, xuddi o'sha narsa ertaga bolangizdan qaytadi.